Bizni endi kuzatib turgan podpischilarimiz ko'proq endi har bir odam yaxshi ustanat kelsa ham, xulqi yaxshi bo'lsa, chiroyli qilib bersa dedi. Bizdan ko'ra siz gapirsangiz, bularga ishonarli bo'ladi. Bergan pulingizga rozisiz? Roziman. Sizlar ham rozi bo'linglar. Tog'a, biz ham rozimiz, bergan pullaringizga rozi bo'lsin. Bu obyektimiz xonadon egasiga. Assalomu alaykum O'zbekiston xalqi. Namangan viloyati Norin tumani To'da qishlog'ida navbatdagi obyektimiz o'z nihoyasiga yetgan. Bu obyektimiz sizlarga hozir bu videomizda obzor qilib beramiz. Bu obyektimiz xonadon egasiga 32 million atrofiga tushdi. Biz bu obyektimizni 200 kvadrat tunuka fon 64 metr choksiz ta'minotni uстановka qilib berganmiz. Do'stlar, bu fasollarimiz hozirgi kunda juda ko'p tanlov bo'layotgan trendli fasollarimizdan biri. Xo'p, do'stlar, ishimizning sifati, tunuka fonga oid ma'lumotlarni berib boramiz. Videoni oxirigacha kuzatib boringlar. Do'stlar, bu obyektimizda ichkari robotxonasini tunuka fon qilib berdik. Robotxonamizni uzunligi 7,5 metr, eniga 470. Hamda ichkari tomon shapkani tunuka fon qilib berganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin, shapkamiz chiqqani 1.30, uzunligi aylanasiga 44 metrga bo'lgan. Hamda bu teraskamiz tepasini ashfika qilib tunukamizdan qilib berdik. Hamda ko'cha tomon shapkani tunuka fon qilib berganmiz. Ko'cha tomonimizni uzunligi 20 metr, devordan chiqqani 1 metr atrofida. Xo'p do'stlar, endi ishimiz ozgina maqtanamiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Hamda bu xonadon egasi bilan ozgina suhbat qilamiz. Biz ishimiz haqida, biz xulqimiz haqida ozgina o'zini tavsiyalarini sizlarga berib qoladi. Tog'a, assalomu alaykum. Videoga yana bir so'rashamiz. Xo'p, tog'a, bizni endi kuzatib turgan podpischilarimiz ko'proq endi har bir odam yaxshi ustanat kelsa ham, xulqi yaxshi bo'lsa, chiroyli qilib bersa dedi. Bizdan ko'ra siz gapirsangiz, bularga ishonarli bo'ladi. Faqat bizni kuzatib turgan odamlarimizga. Tog'a, bizni ishimiz sifati sizga yoqdimi? Sifati yoqdi, ishdi, yaxshi. Bolalar ham yaxshi bolalar ekan, ustalar ham yaxshi. Tez ish qilishdi. Vaqtida kelishdi, vaqtida ketishdi. İşleri yaxshi. Rahmat. Xulqi yoqdimi? Xulqimiz chiroyli, xizmatlari hamma yo'q yaxshi. Rahmat. Bu ko'ngilingizga narsa chiqdimi? Bergan pullaringizga rozimisiz? Bergan pulimizga rozimiz. Sizlar ham rozi bo'linglar mehnatingizga. Ming marta rozimiz. Biz ham bu uyda maza qildik. Ishimiz tez oson ketdi. Bu tez oson ketishining sababi xonadon egasi ham bog'liq. Akamiz hech qanaqa ishga aralashmadi. Ukalar vijdonan chiroyli ish qilinglar dedi. Qo'limizdan kelsa qildik. Mana xudo xolisa. Bergan pulingizga rozisiz? Roziman. Sizlar ham rozi bo'linglar. Tog'a, biz ham rozimiz. Bergan pullaringizga rozi bo'lsin. Sizlar rahmat sizlarga. Biz ham rozimiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlarga shunaqa sifatli yaxshi bolalar ekan. Taklif qilamiz mana shu bolalarga qildirishlarini. tavsiya berib qolasiz. Tavsiya beraman. Do'stlar, sizlarga shunaqa sifatli ishlar kerak bo'lsa, doim aloqadamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bizning ishlar halollikda baraka. Sog' bo'linglar. Katta rahmat.